Odamlarga hayronsan. Qo'limdan. Pulni berish kerak, unaqa bo'lish kerak emas. Ana bo'ldi. Hamma narsani olib kelibsiz. Remontni boshlaymizmi, bo'ldimi? Ha, boshladik. Aka, endi aboy olib kelib bersangiz bo'ldi. Voy, Husan aka, hamma narsani oldik dedingiz-ku. Aboyiga hali endi keldi-da. Shuni bo'lib aytmang, bittada aytvoring, iltimos. Spiska qilib yozib yuboring, men hamma narsani olib kelaman. Bo'ldi aka. Aboyi ham zo'ridan olibsiz. Kleyni ham oldingizmi? Husan aka, spiskada kley yo'q edi-ku. Men buni tuflab yopishtiramaman-da. Kleyni olib keling. Shu hamma narsa olmasa-yu, tiyag olmaymiz. Hazillashyapsizmi, aka? Qanaqa tiyaga? Husan aka tiyaga. Bo'ldimi? Bo'ladimi? Ne bo'ldi zo'r. Faqat vakilingizdan chiqib qoldi. Husan aka! Aka, pulimni berasizmi? Beraman. Mana. Bu yarmi ham emas-ku. Endi Husan aka, shu hamma narsani olmanu pulni yarmi qolib ketibdi-da. Erta-perta olarsiz. Aka, ustimdan pul olsanlar, Xudodan qo'rqasizmi? Men sizni erta-indin qidirib yuramanmi? Bering pulimni. Voy.